Assalomu alaykum, hurmatli donolar bisotidan, xazinasidan bo'lgan kontentga muxlis bo'lganlar, e'tiborlaringizga bugun ikkinchi qismini havola etamiz. Kuchsiz, zaif odamlar qasos olishadi, kuchlilar kechirib avf etishadi. Hushyorlar esa ko'rmaganga olishib andisha etadilar. Albert Einstein. Hayotda 3 narsa borki, ularni qaytarib qo'lga ola olmassiz. Aytilgan so'zlarni, qo'ldan ketgan lahzalarni, ixtiyoringizga berilgan zamon. Mavlono Jaloliddin Rumiy. Boshim uzra tog'dan sakragan yo'lbarsday savdolar tushdi. Tog'dan qulagan toshday g'amlar uzra cheksiz g'am keldi. O'z vatanidan yiroqda, g'urbatda qolganday, go'yo dengizda sher g'arq bo'ldi va tog'u toshda nahang nobud bo'ldi. Abu Said Abul Xayr. Agar odamlar zamon qadrini bilishganlarida edi, hech vaqt oyoqlariga bandli poyafzalni kiyishmasdilar. Albert Einstein. Yomonlik-u noxushliklar bizning zavqsiz qalblarimizdandir. Agar zavq-u shavq samimiy bo'lsa, butun dunyo yoqimli va go'zaldir. Soib Tabriziy. Agar rostdan ham haqiqat izlovchi bo'lsang, umring davomida barcha narsadan shak va shubhalanmaslikdan bir bor qo'lingni tortishing zarur bo'lg'ay. Reno Dekart. Azobli kunlar albatta yakun topajak. Biz ularni tanidik, ya'ni ularni tanishimiz shart bo'lgan ekan. Dushmanlaringni davra suhbatlarida aytishganlarini yaxshilab tingla. Ularning ma'nolaridan senga oid haqiqatlarni topajaksan. Ya'ni do'stlaringni hech biri senga aytishmagan hasad va razilliklarni bilursan. Odam bolasi agar odobsiz bo'lsa, u inson emas. Biz, ya'ni odam zotining hayvondan farqlovchi fazilat odob bilandir. Sa'diy Sheroziy. Ishq xirqasiz orifdir. Ishq firqasiz bandadur. Ishq u shundayin sen yo'qlikda, toki sening ma'shuqang kimliging bilmasdur. Mavlono Jaloliddin Rumiy. Oshiqlikning haroratini sovutma. Ishq yo'lida nomardlik etma. Oshiqlik to'lqinlarida afsona bo'l. Mardlikka da'vo etibsan, mardona bo'l. Qarzdor bo'lmasang, ozod mard bo'l. Har qancha yiqilib tursang-da, yuqoriga intiluvchi bo'l. Din panohida do'kondorlik etma. Xilvatda bo'lganingda rasvo ishga qo'l urma. Ishq zohir va botinda namoyon bo'lur. Ayniqsa botindagi u yashirin nuri Allohdir. Mavlono Jaloliddin Rumiy. Gar sen har bir adolatsizlikni ko'rganingda g'azabdan larzaga kelar ekansan, demak sen men bilan birga adolatsizlikka, zulmga qarshi kurashishga shaysan. Che Gevara. O'z ko'zimni yumdim, uning mast bejo nigohini ko'rmayin deb. Shunda kutilmaganda qalbim urib, ey devona, men uni bir bor ko'rayin dedi. Bu ko'hna dunyoda yosh u qarilar, ular har birlari o'z murodlari yo'lida yelarlar, yugurarlar. Bu keksa dunyo hech kimga qolmagay abadul abad. Keldilar, ketdilar, keldik, ketamiz, kelishar va ketishajak. Umar Xayyom. O'lgan kunim tobutim keng ravon bo'lg'ay. Mendan shubha etmang, bu dardi jahon bo'lg'ay. Mening holim ko'rib
hangu mang dariq janozamni ko'rganingizda demangiz foriq menga u zamonda visol muloqot bo'lg'ay. Mavlono Jaloliddin Rumiy. Hech kimga Parvardigoridan o'zgani bilmas, anglamas. Ertaga hayot yana qanday o'yinlarni sodir etishini hech kim anglamas, bilmas. Aql tinch osoyishta, sokin muhitda rivojlanadi. Axloq esa hayot to'fonlarida shakllanadi. Gote. G'am hali ko'pdir ey ko'zim, yoshi ohista to'kil. Tun hali uzundir ey sham, sekin asta yong'il. Bugun birov boshqaning mahram sirlaridan voqif bo'lmag'ay. Biz shuni tajriba etdikki, kishi birovning ma'shuqasiga oshiq bo'lmag'ay. Soyib Tabriziy. Bu jahonning shotisi men va biz. Oqibat bu shoti yiqilg'usi shubhasiz. Vaholanki har kim yuqoriroqda o'tirsa, yiqilganida ko'proq suyaklari sinajak va shikast topajak. Mavlono Jaloliddin Rumiy. Johil ahmoq shaxs ikki xislati bilan aniqlanadi. Behuda so'zlarni gapirishidan, savol berilmagan mavzuga javob berishidan. Tirik insonni hayotligida dardu faryodin tinglang. Vafot etganidan so'ng mazoriga suv sepishdan ne foyda? Tiriklikda agar uyiga borib ahvolin so'ramasang, musibatdor uyning azali uyda tunab qolishidan ne foyda? Mening tirikligim chog'imda mendan holim so'ramasang, o'lganimdan so'ng zorlanib urib ko'z yosh to'kishingdan ne foyda? Tirikni tiriklik chog'ida qadrin bil. U dunyodan o'tgach jasad uzra mushk ambarli matolar o'rashdan ne foyda? Ko'zlarimni va qalbimni nimalarga doim mashg'ul etay desam, sening ko'nglingni so'roq aylar, sening o'tli jozibali nigohlaringni izlar axtarar va bo'zlar. Soyib Tabriziy. Qachonki umr xoh shirin, xoh achchiq o'tsa-da, vafot etgach dafn etilajak xoh Bag'dodu, xoh Balxda. Umar Xayyom. Kimki Allohu subhanahu taolohu Robbil Izzat qazosiga rozi bo'lsa, 18 ming olamlarning buyuk Parvardigori uning chiroyli, hasana go'zal taqdiridan rozi bo'lur inshaalloh. E'tibor etmaslar bu jahonning azizlari, zohirda garchi namoyon uning naqshi nigorlari. Bu dunyoning chiroyiga mahliyo bo'lmang.